Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar qizlar? Shanba tongi. Bugun bizda sizlarga vloglar olishga qaror qildim. Yana bir kunimdan shunaqa ertalabda ko'milib oldim, ko'zlarimni qilib oldim, kirlarni kirmoshniga solib oldim va shunaqa ertalabda o'zi ichadigan vitaminlarim bor, ularni ichdim. Bolalar, xo'jayinim hali uyquda. Shunga ular turishiga pozdniy zavtrak desak ham bo'ladi. Shunaqa go'shtli pirog pishirib olamiz. Bu yerda kartoshka, piyoz, go'sht mayda to'g'ralgan и oddiy shunaqa pesочный xamir olamiz. Ikkiga bo'lib, xamirimizni bir tarafini yoyib, ichiga qiymalarini solib, ikkinchi bo'lagini yopib, shunaqa chetlarini chimdib chiqamiz, ochilib ketmasligi uchun va ustalariga tuxum suramiz. Shunaqa chiroyli qilib tuxumlarimizni surib oldik. Endi ustalariga xohishga ko'ra, men kunjut yaxshi ko'raman, shunga kunjut sepdim. Sedanidan foydalansanglar ham bo'ladi, sepmasanglar ham bo'ladi, shunda ham mazali chiqadi. Endi o'rtasini shunaqa teshib qo'yish kerak, chunki duxovkada ko'tarilganda ishib ketadi. Уже mana tayyor bo'ldi. Bizga yoqimli ishtaha choylarni ichib oldik, mazza. Keyin ko'chada ozgina ishlarimiz bor edi. Ko'chaga chiqdik o'g'lim bilan. Bu o'zimiz va bu yoqda shunaqa qushlar bor. Chiroyli. Mazza qilib aylanib yursanglar bo'ladi. Dam olib. Keyin bilasizlarmi qizlar, biz tarafda 2 haftadan beri qanaqadir syomkalar bo'lyapti. Hamon kino yoki serial olishdi. Bu yoqda olganman, u kadrda uncha ko'rmabdi. Shunaqa kanselyariya magazinga kirdik. Ozgina ishlarim bor edi, oladigan narsalarim. Bugun sizlar bilan qizlar kech paytga kechki ovqatga, ya'ni anaqa pishiramiz. Burger bilan домашний va xo'jayinim bilan burgerni oldiga oddiy makaron palov xohladilar. Shunaqa qilamiz. Bu уже mana ujin paytiga yaqin ovqat qilish jarayonini olib oldim sizlarga. Shunaqa drojali xamirni sharikchalarga bo'lib olamiz. Ustlarini yopamiz, ozgina pushistый bo'lib ishib chiqishi uchun. Bir xil qilib shunaqa qilib xamirlarimizni tayyorlab olamiz. Listga terib olamiz. Ustalariga kunjut bilan sut surdim qizlar. Men tuxum surishni yomon ko'raman, chunki bulchkada hidi kelib qoladi tuxumni. Shunga yoqtirmayman. Oddiy sut bilan ustiga kunjut surib duxovkaga jo'natib yuboramiz. Chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Endi bu yoqda oddiy makaron palov tayyorlaymiz. Piyoz, chesnok, ozgina piyozlari o'lgach qo'shin solamiz. Bu yerda men oddiy gruzinka ishlatdim. Makaronga yengilgina bo'lib yaxshi aytadi, chem mol go'shtidan ko'ra. Bir-ikki aylantirib olganimizdan keyin sabzi, qizil, yashil bulg'or qalampiri solib yaxshilab qovurib olamiz qizlar. Bu yoqda mayda to'g'ralgan gruzinkaga 2 ta tuxum, tuz namagini rostlab, 2 osh qoshiqda un solib,
Shunaqa massa tayyorlab olamiz qizlar. Bu burgerimiz uchun ichiga go'sht, ya'ni qiyma qilmaymiz, chopper ishlatmaymiz. Prosta somsa mantilarga to'rg'agandek mayda qilib to'g'rab olamiz go'shtimizni. Вот. Aralashtirib yaxshilab. Shunaqa suyuq massa hosil bo'ladi. Bo'ldi, bu yoqda уже makaronimizga kartoshkalarni solamiz. Yana qovurishga davom etamiz. Va ozgina kichkina qoshiqchada tomat solamiz. Mana bu yoqda kotletlarimizni shunaqa formaga o'zi kirib qovurilishga boshlaydi. Bir qoshiqda tovamizga solib pishiramiz. Bu yoqda makaronimizga suv solib tagini pastlatib qo'yamiz. Suvlariga shira tortib pishib turishi uchun. Kotletlarni olovi past bo'lishi kerak qizlar. Qo'rqmanglar, tovuq tez pishadigan go'sht. Ichlari pishmay qolmaydi, pishadi. Faqat olov past bo'lishi kerak. Past olovda sekin pishirib olamiz shunaqa kotletlarimizni. Shunaqa bir qoshiqdan solsanglar katta ham bo'lib ketmaydi, kichkina ham bo'lib qolmaydi. O'rtacha formada pishadi kotletlar. Уже bu yoqda suvlari qaynadi. Makaronlarimizni solib shunaqa aralashtirib olib, yana ozgina ustidan suv quyib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Pastlatib. Xo'p, bu yoqda ketchup, mayonez, salat bargi va tayyor bo'lgan go'shtlarimiz. Aralashtirib olamiz. Agar sizlar xohlasanglar bodring, pomidor solishinglar ham mumkin. Lekin menga shunaqa tayyorlangani yoqadi, oddiy va mazali. Xo'p, endi olovga skоворodkamizni o'zini qo'yib olamiz. Hech qanaqa yog' solmaymiz. Bulochkalarimizni o'rtasidan bo'lib olib, shunaqa qilib skоворodkaga solib qizartirib olamiz. Ya'ni tosterda qizartirgandek. Agar kimdir uyida tosteri bo'lsa foydalanishi mumkin. Men skоворodkadan foydalandim. Shunaqa qilib bulochkalarimizga oldin sousimizni suramiz, keyin salat bargini qo'yamiz va go'shtlarini qo'yib, ikkinchi qismiga ham souslardan surib shunaqa qilib yopamiz. Tayyor. Вот. Shunaqa qilib hammasini bulochkalarni birinchi tovaga qo'yib qizdirib olamiz. Keyin souslarimizdan suramiz, salat bargi, kotlet. Shunaqa qilib qo'yib ketma-ketlikda tayyorlab ketaveramiz qizlar. Ishoninglar, ham arzon, ham mazali bo'ladi. Ko'chalarnikidan ming marta shirin. Oila a'zolaringlarga ham juda ham yoqadi. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Mana bugungi ovqatlarim tayyor. Bu yoqda makaron palovim, bu yoqda burgerlarim. Bizga yoqimli ishtaha. Meni ko'rishga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar qizlar. Keyingi video vloglarimda uchrashguncha salomat bo'linglar. Allohimga omonat tilar.